Timsohning kushandisi bo'lgani bilan kishilar uni qushlar orasidagi xoschi kuchki deb ataydi. U kishilarni ko'rsa egilib salom qilib, hatto o'zining paylarini yulib boshqalarga sovuq qilishni yaxshi ko'rdi. Bu xil do'tjonlik dal kit boshliq turidan iborat. Kit boshliq turna hozir dunyo bo'yicha eng oz uchraydigan qushlarning biri bo'lib, Afrikaning o'tir qismida yashaydi. Yetilgan kit boshliq turining uzunligi 150 cm ga, qanotining kerilish orligi 250 cm ga yetadi. Cho'ng tipdagi qush turi bo'lib, eng farq etishchanlikka ega bo'lgani uning badaniga moslashmagan yo'g'on beshi va o'tkir tumshug'i, yana qiziqarli ko'zlari va lapildab turgan kichik payt hajsim bor. Kit boshliq turining kishiga bergan ta'siri izchil turda omoq, hatto azroq ahmoq. Nurg'un kishilar uning haqiqiy ismini bilmaydi, ammo bu ablahning qush ichidagi xoschi kuchki ekanligini bildi. Ular o'zlarining paylarini yulib boshqalarga berib do'stonlikni ifodalashni yaxshi ko'rdi. Ba'zilar uning egilib salom qilsa, uni qaytarib salom qildi. Kit boshliq turining barliq hayvonlarga o'xshash daraj tuzum bo'ldi. Ya'ni kelib daraj tuzumi intayin qattiq. Kichikroq kit boshliq turna yesh cho'ngroq bo'lgan kit boshliq turini ko'rganda egilib salom qildi. O'zidan xilil cho'ng insonlarni uchratgandimi ular shundoq bo'ldi. Uning omoq turqi bo'lgani bilan amaliyotda u timsohdan so'g'qqan. Qo'rshiq ichib oziqlik topolmagan vaqtda hatto o'xshash turdiklarini tutib yeydi. Kit boshliq turining oziqligi nisbatan murakkab bo'lib, beliq tutib yegandan boshqa timsohning ballarimi uning oziqliklarining biri hisoblandi. Kit boshliq turining tumshug'i timsohning terisini nihoyat osonli teshib etadi. Shunga uni timsohning kushandisi deyishga bo'ldi. Kit boshliq turining tumshug'i keng ham to'n bo'lib, tumshug'ining ost tarafi egilib ilmak holatga kelgan. Tumshug'i o'tkir bo'lib qolmasdan atrofimi xuddi ittik pichoqdek o'tkir keldi. Hamda oljini osti-usti ikki parcha qilib, xuddi detalni amburda qisib olgan o'xshab qoldi. Bu uning o'vlashdagi eng yaxshi qurol. G'oyat zo'r tumshuq bilan oldi uchidagi ilmaksiman ushluq ilmiki ularning cho'ng tipdagi baliqlarni osonli tutib yeyishga yordam berdi. Shundaqla daryo tagidagi laylatlarni qezishga foydasi bo'ldi. Ammo kit boshliq turining oziqlik tutish usuli ujmi pesh og'zimga tush deganga o'xshash. Suv bo'yida o'rtirib, oljining kelishini saqlaydi. Yarim kun midirilmay turdi. Mayli beliq, tashbaqa, pax qatorliqlar bo'lsin, diqqat qilmay uning yoniga kelib qolsa, u bevosita tishlabla yutadi. Uning ustiga kit boshliq turining hazm qilish iqtidori intayin kuchli bo'lib, mayli timsoh terisi bo'lsin yoki tashbaqa qipi bo'lsin, hammasini hazm qila oladi. Tabiat dunyosida kit boshliq turna odatda yolg'iz yuradigan bo'lib, ular er-xotinlik tizimini yo'l qo'ydi. Ko'payish mezgilda erkak kishi ikki kit boshliq turining ko'zlari uchrashib qolsalar, tezlik bilan eng yaqin suvliq yer yoki kichik oroldagi qo'mishliq orasida daraxt shoxlari va qo'mish bilan chang yasaydi. Odatdagi ahvolda kit boshliq turna har bir o'g'ga 2 don atrofida tuxum tug'di, ammo doim faqat birli qush bolasini boqdi. Ya'ni agar 2 bola o'ngishli tuxumdan chiqqan bo'lsa, ular faqat bir tal bolasini beqishni tanlaydi. Yana birisi bo'lsa amalsiz chalinib ketadi. Yashash usuli intayin rahimsiz. Sonliq ma'lumotlarga asoslanganda navbatda kit boshliq turining soni 5000 dan 8000 gacha bo'lib, ko'pinchisi Sudanda yashaydi ekan. Xalqaro qushlar ittifoqi uning hozirgi qovdilish ahvolini oson xavf uchraydigan qushlar deb bekitgan. Bunday bo'lishiga sabab yana insonlarning tabiat buzg'unchilik qilishi va ovlashi ekan. Navbatda dunyoning har qaysi joylaridagi nurg'un hayvonot bog'chalari ularni kirgizgan bo'lib, kit boshliq turna ularning alohida qiyofati bilan to'rdimi tezlik nam chiqargan. Sinchoq salonining bugungi mazmuni mush yerda oyoqlashdi. Agar mazmunlarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, yulduz belgisini besib qo'yishni unutmang. Qo'llash mana mushundaq oddiy. Biz kelarki san ko'rishaylik. Dunyodagi ajoyib g'aroyibotlar. Siz tug'ilishdan burungi dunyo tarixi. Siz bilmoqchi bo'lgan sirlarning jamgohi. Sinchoq saloni. Hurmatli ko'rurman. Agar dunyodagi ajoyib g'aroyib echilmagan sirlarni bilmoqchi bo'lsangiz, undaqda siz Sinchoq salonini qo'shib olib va do'stlaringizga tarqatib qo'ying. Salon izlash nomi Sinchoq.